biroz issiq bo'lyapti. Suv sepib, salqin qilib olaylik. Xohlasangiz 7,5 kilovat, xohlasangiz 11 kilovat va katta ob'yomlar uchun 15 kilovat va 22 kilovatgacha Monster drabilkalarimizni ustanovka qilib, kartejini tayyorlab qo'yganmiz. Assalomu alaykum Master Class kanalimizning obunachilari. Bugun sizlarga Monster drabilkalarimizni tanishtirib, tushuntirib o'tamiz. Aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konlarga va katta fermalarga tegirmonni yoniga qo'yib, qo'shimcha biznes qilaman degan akalarimizga 11 kilovatdan 22 kilovatgachasini tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bugun sizlarga 7,5 kilovatlik 384 ishlaydigan Monster drabilkamizni tushuntirib o'taman. Tushuntirishdan oldin kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib kuzatib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Buni ishlagan videolarni ham joylab boramiz. Mana men oldiroqqa tortib olamiz. Mana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu orqa tarafdan don mahsulotlar solinadi. Har xil turdagisi, setkasiga bog'liq, yorma holat yoki un holatidagisini mana shu joydan tushirib beradi. Changi esa tepadan chiqib ketadi. Ichki qismlari ko'rib o'tishinglar mumkin. Malatoqli bo'ladi. Kalyonni juda ham qattiq material, chekalari kuydirilgan. Ancha-munchaga o'tmas bo'lmaydi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. 24 ta malatoq bilan jihozlangan bo'ladi. Mana bu listlari ham qalin, juda ham va ikkita maslinli pachimli bilan jihozlangan. Ichida esa cho'yan listlar bilan jihozlangan. Ko'rib o'tishinglar mumkin. 4 ta bo'ladi. Bu juda ham tez mayin qilib chiqarib yuborish uchun. Mana bu ikkita gaykadan qatiriladi. Xuddi shu ko'rinishda. Setka almashtirishlari ham oson juda ham. Uni ham ko'rsatib o'taylik obunachilarimizga. Mana. Buni chiqarasiz, o'rniga yana boshqa qo'yasiz. Mana. Solib qo'ysangiz bo'ldi mana. Uzoq vaqt sarflamaysizlar. Mana bu yerdan kulishda tortib qo'ysanglar bo'ldi. Va 3 ta remen orqali harakatlanadi. Bu motor qismimiz 384 ga ishlaydi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. 7,5 kilovatlik 100% misad motkali bo'ladi. 1,5 ming оборот. Katta shikif bilan harakatlangani uchun 3400 bunkerga yetib boradi. Bu qismiga bularimizni mana 3400 оборот 1 soatiga 700 kilodan 900 kilogacha yorma ko'rinishda, un ko'rinishda chiqarib beradi. Sof og'irligi 195 kilo. 2026-yil. Bu yerda drabilkalarimizni hammasini yili 2026-yil bo'ladi. Yangi model va yangi mahsulot bo'ladi. Mana bu Bau kompaniyasiga tegishli bo'ladi. Buni hozir ishlagan videolarni ham joylab boramiz. Mana yurdi. Mana don mahsuloti o'zi. Mana shu joydan ochib begirovga qo'yasizlar. Mana bu yerdan maydalaydi, teklo orqali mana bu joyga tushadi. Hozir buni ochamiz. Mana. Bundan olsa begirovga qo'yasizlar. Mana aynan o'ziga orqaga sachilaydi.
Mana yana ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham mayin holatda qilib bergan. Aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konga qo'yib biznes qilsanglar ham bo'laveradi. Talabga qarab setkalarini almashtirib, shunaqa jo'xori so'talari bilan ham maydalab bersangiz, bemalol ishlatib xizmatingizni qiladi. 7,5 kilovatli Monster drabilkalarimizni narxiga keladigan bo'lsak, siz xohlagan rangdagisi yetib boradi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Narxi $900 dan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz va shu joyda o'zida ishlatib, tekshirib, eksperiment qilib, sinab ham beramiz. Do'konimizga tashrif buyursanglar, Andijon aeroportining yo'lida va undan keyingisi 11 kilovatli bo'ladi. Bu 900 kilo chiqarsa, bu 1,5 tonnadan 2 tonnagacha xuddi shu obyomiga qarab chiqarib beraveradi. 11 kilovatligini hisobiga ko'rib o'tishinglar mumkin. Modeli 40 ga 28 model bo'ladi. Mana sof og'irligi 303 kilo. Bu ham 2026-yilgi drabilkalarimizdan bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $1150 dan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz va undan keyingisi 15 kilovatligi bo'ladi. Bu 15 kilovatlikda modeli 40 ga 35 bo'ladi. Shu oxirgi modelda raqami eniga necha santimetrlik setka tushishini yoziladi. Bunga eniga 35 santimetr setka tushadi. Bunisiga esa 28, bunisiga esa 20 santimetrlik setkalar tushadi. Elaklar hisoblanadi. Bularni soatiga don chiqarishi 1 tonna 800 dan 2 tonna 200 gacha 15 kilovatlik 35 razmerdagisi chiqarib beradi. Bunimizning narxi $1250, 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz va undan keyingisi mana bunisi esa 52-40 modeli bo'ladi, ya'ni 40 santimetrlik elak tushadi degani. Bir soatiga 2 tonnadan 2 tonna 600 gacha bemalol don mahsulotlarni mayin ko'rinishda yoki yorma ko'rinishda qilib chiqarib beradi. Bu universal monsterlarimiz bo'ladi. Bu tarafidan hashay mahsulotlarni solsangiz mayin qilib beradi, ho'l va quruqni va orqasidan har xil turdagi don mahsulotlarni va jo'xori sotasi bilan ham tashlasangiz, bu steklon orqali maydalab tushirib beradi. Bularda ham motori 380 motor bo'ladi, 100% misat motkali, 15 kilovat hisoblanadi va obyomlarida farq qiladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol do'konimizga tashrif buyuring. Manzilimiz Andijon aeroportining yo'li Kunbozorda joylashgan. Kelib ko'rib, ishlatib, eksperiment qilib, tekshirib, yoqsa olib ketishingiz mumkin va undan tashqari dastavkalarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.